Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Singillar, ukalar, kuzatuvchilar. Men sizga bitta bir sirimni aytayda, qarangda mo'jizani. Hamma shu vaqtda kompot, varenni bilan andarmon bo'lgan payti ayollarimiz. Meni qilayotgan ishimni qarangda. Hosilim pishibdi, dehqonchiligim. Kuzatib yurgan bo'lsangiz, boshidan shu yotqizdirib ko'rsatgan pomidorim pishibdi. Alloh barakasini bersin butun jumlai mo'minga, shularning qatorida bizlarning, sizlarning dehqonchiligimizga Alloh baraka bersa, onson ekan, qarangda. Endi to'g'rab tayyorlaymiz. Hozir shu yuvilgan holati. Chesnogimiz iyib turibdi, uni archilashga hali ulgurmadik. Nimadir yopib olamizda. Muhimi yopishda, ishonchda. Allohga ishonib yaxshilab yopsak, inshaalloh barakali bo'ladi. Xayrli barakatli qilsin. Hammamizning uyimizdan, xonadonimizdan Alloh tinchlik, xotirjamlikni artmasin. Bir-birimizga bo'lgan mehr oqibatga o'zi silay rahim qilsin. Yo Rabbim, Allohdan qolmang, Allohga ishoning. Allohdan so'rang, beraveradi. Bandadan mudigar bo'lmang. Men aytmasam ham bilasiz. Shunday ham bir og'iz aytayapman-da. Xayr, omon bo'ling kuzatuvchilarim. Qishda keling, yeb ketasiz.